Minecraft, lekin menda ilojsiz bo'lgan bloklar bor. Ha, bu juda ham g'alati. Har xil bloklar. Ha, eng g'alati va eng kuchlilarini qanday qilib olishni. Masalan, birinchisida haqiqiy Minecraft trailer bor. Ikkinchisida bo'lsa bugungi videoda biz qanday qilib ilojsiz narsalarni olishni ko'rib chiqamiz. Birinchi oldin bularni qanday qilib ishlatishni o'rgatamiz. Birinchi mana bu voda. Oddiy voda blok va u buni olishni keyinroq osilib qo'yamiz. Hozircha buni endi joyiga qo'yib qo'yish kerak. Endi ikkinchisi bo'lsa oddiy voda bas har xil. Bu shunchaki blok. Oqib ketmaydi. Agar blok qo'ysak, oqib ketadi. Juda ham g'alati do'stlar. Xo'sh, endi bo'lsa bu oddiy trava-ku. Axir mana nomini qaranglar, bu oddiy trava. Hech nima emas. Shunchaki oddiy trava do'stlar. Hech nima demaysizlar. Xullas bo'ldi, o'sha biz mana shuni tugatdik. Endi keyingisi bo'lsa lava. Keyin bo'lsa bunisini tushunganingizdek, sezib turganingizdek bu oqadigan lava. Bu bo'lsa oqmaydigan lava. Buni ham xuddi shunday. Masalan, hozir menga bu blok qo'ysam, ikkalasi ham oqish kerak. Xuddi o'ylaganimdek. Mana buni soqdi. Ikkalasi oqmasa kerak. Hop. Bu g'alati juda ham to'g'rimi do'stlar? Lekin siz buni nima kerakligini bilmadimki, buni olishni keyingi qismda yoki shu qismda o'rgataman. Xo'sh, mana shular. Bular juda ham g'alati. Bularni hozircha qo'yib qo'yamiz. Keyingisi bo'lsa oddiy daraxt turlari. Bularning shunchaki farqi, ilvitlarda mana shunday ko'rinishida, boshqa hech qanaqa farqi yo'q. O'zi mana shunday turilishi kerak edi hammasi, lekin nimagadir bo'lmayapti. Bakba yoki bakpasba kommentariyada yozib ketingiz. Qanday g'alati-ya? Shunchaki boshqa tarafga qarab turgan narsalar. Kelinglar shu blok tarixi bo'lsa bilaylik. Xo'sh, bularni qo'yib qo'yamiz, bularni bildik. Boshqalari ham xuddi shunday. Lekin hozircha ularni, lekin eng qizig'i mana bu narsa. Bir xil bo'lib. Ikkita olinarga. Do'stlar, bu g'alati bitta olishga to'g'ri keladi. Bu razdachik, bu ham razdachik. Lekin bular alohida bo'lishi kerak edi, nimagadir bo'lmayapti. Bank bo'lib qolgan shekilli. Mana va divan, bu oddiy divan emas, mana shunday divan. Haqida bankli divan. Hech qaysi bloger, hech qaysi Minecraft bu divanni ichida shunaqa ko'rdi. Hech qachon ko'rsatmagan. Shuning uchun obuna bo'ling. Xo'sh, agar buni sindirsak ko'p savollarga ko'ra nima bo'lmaydi. Agar biz mana shunday qo'yadigan bo'lsak, ikkita divan kerak. Bu qandaydir farq, lekin bu kerak emas hozircha bizga. Bu yerda nega bunday qildim? Axir shunchaki olovku. Bu o'g'riya bu. Qo'lingizda qaranglar, mana bu narsani qaranglar sizlar. Va juda ham mazza qilib yuboryapman. Shularni olovda har shunchaki bu jargankada va illiklarda shunday turilishi. Bu shunchaki o'g'nya yaxshi qo'yib qo'yamiz. Endi bo'lsa bu redstone bo'lsa mana va juda ham g'alati. Mana bu sizlarga nimanidir eslatmayapti. Xullas bo'ldi, bu shunchaki oddiy redstone ekan, illiklarda boshqacha ko'rinar ekan. Mana bular bo'lsa boshqacha ko'rinadi hozir. Endi bularni qilib olishim kerak. Nimaga buni qolganimni bilasiz. Mana bu narsalar, lekin bularni ikki xil usul bor ekan. O'shaning uchun kelinglar sinab ko'rish uchun eng oxirgidan bitta oldingisi yozsam ham qo'yiladi. Bularni ham fason bor ekan. Juda ham g'alati to'g'risini aytsam, menga shunchaki fason qilib qo'yishgan Minecraft degan shunchaki fason qilib qo'ygan. Nima qarab qilsang bo'lmasmidi? Xullas, endi qani haqiqiy o'rgangan olaylikchi. Nega bunday bo'lyapti? Borish kerak. Lekin negadir bo'lmayapti. Juda ham g'alati. Keyingisi bizda bo'ladi. Yonar kek. Bu juda ham g'alati bo'ladi.
Bu yonar pechkaning farqi hech nima. Bas shunchaki qaranglar, bu chiroyli ko'rinadi, juda ham chiroyli. Endi siz to'g'ri hozir mana buni mana shunday qilib bitta narsada tekshirib ko'rmoqchiman. Masalan, mana shunday tosh olamiz va bitta qo'yamiz. Qo'ydimki, qani ko'ramiz. Mana bu yonayotgan narsasi o'chib qolarmiki yoki yo'q. Ko'ramiz. Va o'chib qoldimi? Qani ko'raylikchi, kutamiz. O'chib qolarmiki yoki yo'q. Va o'chib qolarkan, bu shunchaki jinnicha-ku, axir bu shunchaki ba'zilar pishirmaslik uchun pechkani fason uchun olib qo'ysa, unda kengashga qanday go. Kengisi bizda bo'ladi va yonar pechkadan o'tdik va har xil g'alati bloklar. Bular juda ham g'alati ko'rinadi. Masalan, qaysi biri edi? Kamin. Nima bular? Hozir to'xtangchi. Xo'sh. Bular bor va bular ham bor. Hozir narsalarni yo'qotib olay, qana. Opa. Qiziqayotgan uchun keringlar, kvadratni qo'yib, mana shunday narsani qo'yib uxlab bo'lar ekan. Yo'q, uxlab bo'lmaydi. Juda ham g'alati. Keringlar, oddiysidan qo'yib uxlaymiz. Nima dedingiz? Qarab qo'yamiz. Spimoya radi spi. Bo'ladi mana shunday narsalar. Xo'sh, bularda qanaqadir bank, medisit, 445 sidida mana shunaqa uy bor bizda. Hozir ko'rsataman. Hop. Mana shu sidda kutamiz va bu sid emas. Bu sid emas ekan uzr. Shu sidda 155. Mana shu sidda. Mana shu sidda qishloq bo'ladi, bilasizlarki, va qayerdadir hozir buzilgan uy bo'lishi kerak. Bu yerda buzilgan uylar yo'q, lekin bizga bitta zo'r uy kerak. Hozir ko'ramiz shuni. Mana shumida yo'q, qaysidir mana shunaqaga o'xshagan uyda bank bo'lishi kerak, bankli bo'lishi kerak. Bu emas, bu ham emas, bu buzilib ketgan, har xil jinscha. Xo'sh, qayerda edi u bankli uy? Qayerda bankli bo'lishi kerak-ku, axir xo'sh. Juda ham g'alati uy. Sizlar ham shu sizda. Mana do'stlar, mana. Mana haligi o'sha aytgan narsa. Mana shu o'sha narsadan olingan do'stlar. Xavotir olmanglar. Bu ham Minecraftda bor. Har bir bankda bu mashina narsalar bo'ladi mana. Mana o'sha narsa, to'g'rimi? To'g'ri, haliginda ko'rgan narsangizga o'xshaydi. Keyingisi bo'lsa bu bizga tablichkani qoda usilib turgan versiyasi. Yana agar buni ham mana shunday qilsangiz, ikkita tablichka tushadi. Qadar tentakli. Bu do'stlar. Yo, o'chirish kerak. Sar qoldi do'stlar. Texnologiya qaranglar mana. Bo'ldi. O'zi yoqdi. Xo'sh, keyingisi bo'lsa bu железный bunaqa. Agar buni ham orqasidan sindirsak mana shunday bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Juda ham g'alati. Buni ham redstone bilan qilsangiz bo'ladi albatta. Xo'sh, mana bu yerda hozircha to'g'rilab qo'yamiz. Bu adashmasam bu videoda bo'lmaydi o'rgatishni. Keyingisi bo'lsa bu yonar. Arigindaqa nimadir redstone. Keyingisi bo'lsa mana shunday yonar redstone'lar. Buni farqi oddiy redstone'dan farqi hozir ko'rsataman. Bu yonmaydigani, bu yonaydigani qaranglar. Hop. Bu ham yonadi agar harakat qildirsangiz, lekin agar hammasini qilsak, hozir mana ko'rib turibsiz farqini. Juda ham g'alati. Mana shunday qilsak, endi farqini ko'riyo. Yonardan qo'yapman ham ana. Endi bu yonmasak kerak. Bugun bo'ldi. Bo'lsa, keyingi narsalar nega kerak? Mana shunday qo'yib qo'yamiz. Keyingilar oddiy fakir nimadir adashib qolgan, u yerda adashib. Keyingisi bo'lsa lekin buni pastga qo'ysa bo'ladi. Shunchaki ilitlarda boshqacha ko'rinishi uchun va qo'lda boshqacha ko'rinayotgani uchun olganman. Keyingisi bo'lsa oddiy shakar qabish. Buni ham ekib bo'lmaydi. Oddiy shakar qabish bilan mana shunday bir xillashgan. Qaniydi? Farqi chunki oddiy shakar qamish, bu ham ikkalasi ham oddiy shakar qamish. Chunki farqi shunchaki ilitlarda boshqacha ko'rinishida juda ham g'alati. Unda keyingisi bo'ladi. Eng qiziqarli bu endirdik. Bu
Nether portal. Qanday qilib desangiz, mana bu Netherga boradi hozir bizni. Kirib ko'ramizmi? Hop. Kiramiz va biz Netherga paydo bo'ldik. Yaxshi yo'q, chunki men oldin Netherga borgandim. Shuning uchun, lekin nega bu portalimni hozir mana bu portalimni texnologiya hozir mana bu portalimni mana shunday qilib yoqsam, obunachilar va mana bu portalim ham hozir yonib, narigi portal ham yonib, bu bank bo'lib mana shu yerga kiramiz va hozir biz boshqa joyga paydo bo'lamiz. Bu tabiiy hol. Mana juda ham g'alati. Hozir biz sizlarsak va juda ham g'alati. Endi biz xohlagan portalda xohlaganimizcha narsa qilishimiz mumkin. Hattoki 6-7 ham qilishingiz mumkin. Endi pirojkilar shunchaki mana shunday qilib qilishingiz ham mumkin. Juda ham zo'r. Endi siz hattoki eng bir portalni qo'lingizda. Eng zo'ri menga yoqayotgan payti qo'limda juda ham zo'r turibdi. Mana bu sizlarga qarang, juda ham chiroyli, takoy vashshe chiroyli. Menga juda ham yoqayapti. Xo'sh, bo'ldi. Bularni qanday qilishni o'rgataman. Xullas, bu narsa bu yoniq bunaqa. Hozir mana bunaqa juda ham g'alati. Mana shunday bedrockni suryapmiz. Bedrockni suryapmiz. Juda ham g'alati, juda ham. Xo'sh, bu shunchaki yonib turgan narsa. Bu yonib turgan redstone. Cheksiz bunaqa baba. Keyingisi bo'lsa bizda bu o'sayotgan bunaqalar. Hozir ko'raylikchi, olmasa olamiz, chunki biz boymiz. Mana shunday va qo'yamiz. Lekin har doimgidek haligida ham bo'lgan, bunday bo'lmaydi. Negadir? Mayli, bularni qilamiz. Lekin o'stirishni hojati yo'q, sababi o'stirishni yuzaga qo'ydik. Shunday narsalarni qilaman. Bo'ladi bizda mana shunday narsalar. Lekin bularni ham bir sakli bo'lmadi. Shuning uchun biz o'sganidan olib ko'rib, buni qayerda o'stirsa bo'lardi? Esga tushdi. Mana shunaqalarda o'stirsa bo'lardi. Ular o'sgan bo'larmi? Yo'q. Ular ham har doimgidek o'sgan bo'lmaydi. Naqadar azobuzor, hammasi yolg'on bo'lib chiqyapti. Juda ham g'alati. Xullas, keyingisi bo'lsa bizda mana bunday yonuvchi narsa. Bu ham bitta yonib o'chib qoladi. Juda ham g'alati. Shunchaki yonib o'tishi juda ham g'alati. Lekin qo'lda ajoyib ko'rinayotgan bo'lsa ham, lekin bunaqa bo'lmadi. Va nihoyat bu ham stakli bo'ladi. Bo'ladi bizda mana shunday narsa. Buni ham stakli bo'lmasa, hargina teshikda bular shunchaki fon uchun. Bular shunchaki juda ham g'alati. Ko'rinyaptimi? Mana ko'rinyaptimi do'stlar? Mana ko'rinyapti, to'g'rimi? Mana shular iplar deyiladi. Agar bu ham oddiy mana. Qattiq qani